Mana shu Flex programni application prosesslarini bir tushuntirib bera olasizmi? Va keyin qanaqa muammolarga duch kelgansiz mana shu proseslarni to'ldirayotgan paytingiz? Ha, ajoyib savol. A, savolga javob berishimdan oldin ovozim xira kelyaptimi? Joyingiz yaxshi yotdi. Kommentariyga Yaxshi. yozinglar, agar xira kelayotgan bo'lsa, bir aniq qolamiz. Mhm. Agar xira kelayotgan bo'lsa, suv ichib yuboraman-da aytsanglar. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Aha. Okay, great, great. Hop, Flex bosqichlariga kelsak. Flexda 3 ta bosqich bor. Mhm. Birinchi bosqich. Birinchi bosqichda onlayn veb-sayt to'ldiriladi. Between August and September, ya'ni avgustda boshi, sentyabr oxirigacha birinchi bosqich davom etadi. Birinchi bosqichni bajarishga sizlarga 10 kun vaqt beriladi. Ya'ni o'sha veb-saytga kirib, sign up qilsanglar, ya'ni ro'yxatdan o'tsanglar, 10 kun vaqtinglar bo'ladi shu birinchi bosqichda tugatgani. U onlayn veb-sayt bo'ladi. Onlayn veb-saytda 3-4 ta shaxsiy ma'lumotlar so'raydi, biliminglar haqida ma'lumot so'raydi. Unga ortiqcha harakat qilish shart emas. Eng katta narsa birinchi bosqichda 3 ta essay yoziladi. Essaylar o'zinglar haqinglarda bo'ladi. Xo'p, bu birinchi bosqich. Birinchi bosqichni tugatganinglardan keyin srazi ikkinchi bosqichga sizlarga link jo'natiladi, onlayn link. U ham veb-sayt bo'ladi. Reading passage. So 2 passages and 15 minutes. 12 ta savol. 12 ta savolga 15 minut. Qiyin emas. Ko'pchilik bemalol yetib chiqqan, vaqti ham oshib qolgan. Bu ikkinchi bosqich. Endi ikkinchi bosqichdan keyin judayam katta pauza bo'ladi o'rtada. 1 oydan 2 oygacha pauza bo'ladi. Chunki o'sha momentda Flex'da tashkilotchilari sizlarni ishlaringlarni ko'rib chiqayotgan bo'ladi. Ya'ni birinchi, ikkinchi bosqichni qo'shib, sizlar 3-chi bosqichga o'tasizlarmi yoki o'tmaysizlarmi, shuni qaror qabul qilishadi shu haqda. So, eng qiyini 3-chi bosqich bo'ladi. Uje siz 3-chi bosqichga kelgan bo'lsangiz, siz judayam yaxshi qatnashuvchi ekansiz. 3-chi bosqichda yana birinchi bosqichga o'xshab 3 ta insho yoziladi, essay. Faqat bu safar offline bo'ladi. Ya'ni, misol uchun Toshkentda bo'lsangiz, Namanganga borishingiz mumkin. Deylik, Buxoroda bo'lsangiz, Samarqandga borib topshirishingiz mumkin. Faqat endi 3 dona inshoga 1 soat vaqt beriladi. Ya'ni endi rostakamiga sizni writing skilllaringiz bilinadi qanaqaligi. Oldin 10 kun vaqtingiz bo'lgan bo'lsa, endi 1 soat vaqtingiz bor xolos. So, undan keyin intervyu bo'ladi. Intervyu ham offline bo'ladi. Xo'sh, yana nima? Yana onlayn veb-sayt bo'ladi bitta. Unda ham ma'lumotlarni to'ldirishinglar kerak. Bu safar qiyinroq. And LTIS degan test bor. IELTS emas. Bilaman, hammanglarning xayolinglarga IELTS keldi hozir. LTIS reading va listeningdan tashkil topgan test. Reading listening skilllaringlar tekshiradi. Shuni ham topshirasizlar va hamma bosqichlardan o'tsanglar, taxminan 60 ta finalistlardan bittasi sizlar bo'lishinglar mumkin. Tushunarli. Boya eslatib o'tdingiz. 3 ta insho yoziladi. Shu 3 ta insho 1 soatda yozilsa, nechta character limit bo'ladi? Mana shu nechta so'zgacha yozsa bo'ladi? Qanday requirement bormi o'sha insholarda? Ajoyib savol. Rahmat savol uchun. Maksimum
Maksimum 300 ta adashmasam, agar xato qilayotgan bo'lsam eslatinglar. Ancha bo'lib qopti menga ham Flex bilan shug'ullanganimga, universitet bilan, band bo'lib qoldim. 300 ta maksimum bo'ladi, minimum 100 ta adashmasam. Bu chatda o'sha Flexda qatnashib, experience borlar ham bor. Agar xato aytayotgan bo'lsam, to'g'rilab qo'yinglar, please and thank you. Aha, rahmat javob uchun. Hop, keyingi savol. Mana shu Flex Programga tanlanganingizda qanaqa reaksiya bo'lgan? Ya'ni qanaqa hissiyotlar o'tgan? Bu menimcha eng hayajonlantirib yuboradigan savol bo'lsa kerak. Chunki Amerikaga ketish bo'yicha orzungiz amalga oshishi birinchi bosqich edi. Ha. Judayam rostdan ham ta'sirli savol ekan. Xo'sh. Eslolmayman. Flexga topshirayotganimda nomer so'raydi. Shunda kimni nomerini qo'yganimni bilmayman. Eslolmayman. Bir kun dadam hamma qarindoshlarimiz to'pladi. Shu to'planishda oxirida menga "Qudratullo, sen finalist bo'libsan" dedi. U tug'ilgan kunimga to'g'ri kelib qoldi-da. O'ylanib qoldim. Tug'ilgan kun uchun ajoyib sovg'a bo'lgan ekan-da. Shunaqa. Qaysidir ma'noda kutdim, lekin baribir shok bo'lar ekan. Qaysidir ma'noda kutdim. Lekin hozirgacha ham nima uchun men Flexer sifatida qabul qilinganimni hech kim bilmaydi, hech kim aytmaydi. Qanaqadir So, shokli bo'lib qolgan edi. yes. Lekin sizda o'zingiz ko'rmayotgan nimadirni ko'rishadi-da. Shuning uchun menimcha Flex finalist qilib olinadigan odamlar. Xo'sh, keyingi savol. Mana shu Flex programda Amerikadagi host familyda yashash qanaqa bo'lgan experience? Qanaqa muomalada bo'lishgan, qanaqa vaziyatda o'tkazgansiz? Meni holatimga kelsak, men American host family bilan yashamaganman. Hello. American host family bilan yashamaganman-da, Uzbek host family bilan yashaganman. Chunki men 1 yil qolib ketgandim Flexdan Covid'da deb meni 1 yil ketishga surishgan va o'zbek oilaga to'g'ri kelib qolganman. Shuning uchun meni experience'im qolganlarnikidan ancha yaxshi bo'lgan. Tushunmovchiliklarimiz bo'lmagan. O'rganishim kerak bo'lgan narsalar ko'p bo'lmagan. Lekin baribir ular bilan yaxshi muomalada bo'lib, kerak joyda yordam berib, kerak joyda ularning gapiga kirib, ulardan ko'p o'rganganman. Har xil joylarga borganmiz, billa o'qiganmiz, billa o'ynaganmiz. Biror marta lekin o'rtamizda urush bo'lmagan. Hozirgacha ham host family'im bilan aloqadaman. Juda ham yaxshi odamlar bo'ladi host family'lar. Agar Flexga topshirmoqchi bo'lsanglar va o'ylanayotgan bo'lsanglar, qanaqa qilib yashaymikin host family bilan deb o'ylamanglar. Chunki hammasi o'z-o'zidan bo'lib ketadi. Chunki hamma host family'lar yaxshi bo'ladi. Hop. Qanaqa mana shu Flex programma sizga qanaqa shaxsiy va aktivingizga o'sishga yordam bergan? Ajoyib savol. Kim tayyorladi bu savollarni? O'zim. Bu kanalga ko'proq e'tibor kerak, boridan ko'ra. Rahmat e'tibor uchun. Albatta. Zo'r. Xo'sh.
Flex ko'p Flex o'zi topshirayotganimizda bizga a, Amerika uchun o'rtalarda ko'prik bo'lamiz deb va'da bergan va o'zini ishini qilyapti, isbotlayapti. A, birinchi marta Amerikaga kelishdan ko'rayam, Amerika maktabida o'qishdan ko'rayam experience va ikkinchi marta osonroq kelish imkoniyati Flexga kelganda judayam qulay. Misol uchun kelajakda universitetga kelmoqchi bo'lsangiz Amerikaga, yaxshi variant Flexga topshirib ko'rish. Viza viza jarayoni osonroq bo'ladi. Lekin nima desa bo'ladi, Amerikani ishongan odami sifatida ko'rilasiz. Va universitetlarga topshirayotganingizda ham yaxshi, judayam katta extracurricular activity sifatida olinadi bu. Grantlar yutmoqchi bo'lsangiz ham yordam beradi. Shaxsan o'zimga ham yordam bergan. Hozir o'qiyotgan universitetimga kirishimga va olgan grantimni misol uchun himoya qilishga. Mhm. Xo'sh, hozirgi o'qishingizda sizga yordam bergan maxsus skilllar yoki qanaqadir lessonlar bormi? Shu haqida gapirib bersangiz. Qanaqadir valuable lesson olganingiz haqida. Albatta. Xo'sh, universitet hayoti maktab hayotidan judayam farqli. Chunki siz endi o'zingiz bo'lasiz. Ya'ni tepangizda turib birov o'qi demaydi, uni qil demaydi, buni qil demaydi. O'zingizni qo'lingizda qoladi. Shuning uchun shaxsan odam sifatida ancha katta qilib qo'yadi universitet hayoti. Va bitta o'rgangan skillim time management, ya'ni vaqtni to'g'ri taqsimlash. Chunki universitet hayotida vaqtni to'g'ri taqsimlamasangiz, judayam ko'plab ishlaringiz chalkash bo'lib ketadi, ayniqsa Amerikada. Chunki hamma bu yerda anaqa bilan yuradi-da, reja bilan yuradi. Birovni rejasiga suqilib kirib ololmaysiz. Yana bitta o'rgangan narsam muomala. Katta hayotda o'zinglar ham ko'rasizlar. Bilmadim bu yerda Otabekdan tashqari kimlar yana universitetda o'qiydi. Lekin katta hayotda muomala bilimdan ko'ra aslida muhimroq. Ya'ni deylik siz bitta kompaniyaga ishga topshirmoqchisiz, to'g'rimi? Siz bilan bitta odam, okay, let's say Flex deylik. Flexga topshiryapsiz. Intervyuda bitta odam, rosa bilimli odam maqtanyapti judayam. Men zo'rman deyapti. Meni bilimim ko'p, hammadan yaxshiman deyapti. Lekin bu yerda bitta odam humble, ya'ni o'zini tutib, bosib olib, yaxshi harakat qilyapti. Narigi ikkinchi muomalani biladigan odamni qabul qilgan yaxshiroq, chunki u bilan ishlash osonroq bo'ladi. Narigi bilimi bor odamdan ko'ra. Shuning uchun shu ikkita skillni o'rgandim. O'zingizda qanaqa, Otabek? Siz nimalar o'rgandingiz? Manda biroz introvert odam edim. Instiga kelishdan oldin unchalik ko'p odamlar bilan gaplashmasdim. O'sha bo'yicha manda biroz muammolar bo'ladi. Keyin mana siz aytgan time management manda uncha yaxshi emas edi. Endi instiga borganda siz aytgandek hamma vaqtni to'g'ri taqsimlashni bilish kerak. Chunki kech qolganda har xil problemalar bo'lib qoladi bizning institutda. Chunki qattiq qarashardi kech qolmaslikka. Aha. Shu institutda o'qish paytimda ko'p odamlar bilan do'st bo'ldim, ekstravertga aylandim. Bu biroz g'alati eshitilishi mumkin, lekin rostdan ham o'zgartirar ekan, chunki har doim birga gaplashib, misol uchun institutda hayotingiz o'zgartirib yuborar ekan. Keyin time managementda yaxshiladim o'zimga. Shu manda aslında. Mhm. Ajoyib. Shu ekstrovert bo'lish uchun qanday qadamlar tashladingiz oldinga? Xo'sh,
Manda avvallari misol uchun bironta projekt berilsa, misol uchun turnamentlar bo'lishi mumkin yo qanaqadir bayramlarda qanaqadir narsa eventlar o'tkazish kerak bo'lsa, maktab payti qochardim. To'g'risi men buni eplolmasdim deb o'ylardim. Lekin institutga kelgandan keyin misol uchun ingliz tilim shu payt yaxshi bo'lgani uchun ko'proq projektlar berishni boshladi. Keyin o'zim team lider bo'lib, gruppaga team leader yig'dim. Shu aslida man ko'p do'stlar orttirganimda ko'p narsalarni o'rgandimda. Ya'ni ular bilan ko'p ishlar qilardik, ko'p planlar tuzardik. Shu narsa kattaroq yordam berdi. Ya'ni teamwork yordam berdi hammasiga. Aha, aha. Ajoyib, ajoyib. Hop, mana shu Flex dasturi bo'yicha AQShda o'tkazgan vaqtingiz qanaqa mana shu University of Evansville'ga o'qishga qaror qabul qilishingizga ta'sir ko'rsatgan? Qanaqa influence bergan? Wow, such a good question. Thanks man. You're welcome. So, Flex orqali men Colorado shtatiga kelganman. Amerikani xaritasini ochsanglar, bitta to'g'ri kvadrat shtat bor. Uni nomi Colorado. U Colorado Westda joylashgan. Ya'ni Amerikani g'arbida, biz Eastda joylashganmiz. Chikagoni menimcha ko'pchilik biladi, aytsam. Chikago shahri Illinois shtatida, biz Illinois shtatiga qo'shnimiz, ya'ni Indiana. To'g'risini aytsam, umuman Flex bilan uni aloqasi yo'q, universitetimi. Lekin Flexdan o'rgangan narsam, ya'ni community bilan gaplashish, muomala qilish, yaxshi chiqishib ketish. Bular mana shu universitetda yaxshi, nima desam bo'ladi, yaxshi o'rnashib ketishimga juda ham katta yordam berdi. Что men endi tayyorman. Muammoyim bo'lsa hal qilishga, gapim bo'lsa gapirishga, universitetda bemalol hayot kechirishimga katta yordam berdi. Mana shu topshirayotganingizda imminda mana shu universitetga topshiraman deb topshirganmisiz yoki Kaunapdan bir ko'p universitet topshirib mana shundan acceptance olgandan keyin ketganmisiz? Xo'sh. Ha, shunaqa. Ko'pgina universitetlarga topshirganman, lekin 2-3 ta universitet bor edi. Alohida listim bor edi. Misol Yeah. So alohida 3 ta 4 ta universitet bor edi. Kirsam va yaxshi grant bersa, shu universitetlarda o'qiyman deb olib qo'ygandim. Shu universitetlardan bittasi Evansville edi. И hazillashib Garvardga ham topshirib qo'ygandim. Lekin menimcha o'tmasligimni o'zim ham bilardim. So yaxshi grant berishdi, kontraktimni to'lashyapti, to'liq. Shuning uchun shu yerga keldim va yaxshi ham keldim deyapman, chunki bu yerda jamiyat yaxshi. Jamiyat katta emas, kichkina, lekin hamma bir-birini taniydi, hamma bir-biriga xushmuomala, muammoyingiz bo'lsa hal qilishadi. Juda ham yoqdi menga. Agar qiziqsanglar yana Otabekka aytsanglar, Otabek orqali gaplashsak bo'ladi. Ha, rahmat. Albatta. Hop, mana shu University of Evansville'ga kirishga qanaqa faktorlar rol o'ynaydi? Misol uchun biz bilamiz, har bitta universitetda команда tashkil degan narsa bo'ladi. Ya'ni qanaqa faktorlar rol o'ynashi? Aynan mana shu universitetga kirishda qanaqa faktorlar rol o'ynagan? GPA, SAT, IELTS. Yes, IELTS kerak bizga. 6,5 bo'lsa yaxshi. 6,5 va undan baland bo'lsa zo'r. SAT ga kelsak, SAT shart emas, lekin bo'lsa grant olish ehtimoliyatni ko'taradi. Bizda o'zi universitetga kirsanglar avtomatik $30,000 grant beradi. Ya'ni 50% grant beradi. GPA ham muhim bizga, baland GPA kerak emas lekin. Extracurricular activity'lar bizda muhim. Aytganimdek muomalani bilishingiz kerak, jamiyatga yaxshi foyda keltirishingiz kerak. Bizga shunaqangi odamlar kerakki, uyatmaydigan, chiqishib ketadigan iloji boricha.
Shuning uchun bir narsa ishlar qilgan bo'lishingiz kerak. Qilmagan bo'lsangiz endi qiling. Lagerlarga qiziqib ko'ring, loyihalarga qiziqib ko'ring. Kichkina bo'lsa ham qanaqadir tashkilot qiling, Telegram kanal bo'lsa ham oching, biror narsa bilsangiz o'rgating birovga. Va oxirgisi insho yoziladi o'zingiz haqingizda. Bu inshoda chiroyli qilib o'zingizni tasvirlashingiz kerak. Lekin shu bizni universitetga kirish qiyin emas. Bizda ko'p grant yutish qiyin. Shunisi bor. Mhm. Xo'sh, mana shu Flex ishtirokchisidan AQShdagi universitet talabasiga o'tishingiz transition, ya'ni shu payt qanday kechdi? Quyosh bilan yerga o'xshab desak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni Ya'ni quyosh issiq, quyoshning nuri yerga yetib kelsa, yer ham issiq bo'ladi. I got point. Okay. So Flex meni katta qildi desam, misol uchun, shu hamma olgan tajribalarimni Evansville'ga olib keldim. Endi Evansville'da muammo bo'lmayapti. Xudoga shukr. Shuning uchun endi nasib bo'lsa Flexga topshirsanglar, bo'ladigan bo'lsa, finalist bo'lsanglar, endi sizlarda ham kelajakda shunaqa narsaga harakat qilib ko'rishinglar albatta mumkin. Aha. Xo'sh, mana siz Flexda o'qib keldingiz, schoolda mana universitetda o'qiyapsiz. Endi mana shu ikkalasi orasida farqni aytib bera olasizmi? Ikkalasini orasidagi farq. Hayotingiz jiddiylashadi desak to'g'ri bo'ladi. Mhm. Professionalniy shug'ullanasiz. Hamma narsalar bilan. Oldin o'qituvchingiz bilan "Salom, qalaysan?" deb gaplashayotgan bo'lsangiz, endi "Kuningiz qanday kechyapti? Yaxshi kuningiz zo'r o'tsin. Ko'rishguncha" degan narsalar ishlatiladi. Va vaqtingiz kamroq bo'ladi o'zingizga ajratgani. Shunga tayyor bo'lishingiz kerak. Shunaqa farqlar bor. Hop, mana shu University of Evansville'da xalqaro talaba sifatida qanaqa qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Va ularni qanday yengib chiqqansiz? Oh, great question. So, bizda aslida International Students Club bor universitetimizda. Birinchi marta kelganimizda bizga bular bir hafta mitinglar, sessionlar qilib, chiroyli narsalar qilib, bizni universitetga ancha tanishtirib qo'yishdi. Shuning uchun Xudoga shukr qiyinchiliklar bo'lmayapti. Lekin bitta-ikkita bolalarda bo'lyapti qiyinchilik. Qanaqa? O'zini millati bilan Amerika millatini o'rtasida kelishmovchilik bo'lyapti-da. Misol uchun qarasa Amerikaliklar doim qizlarga gaplashib yursa, misol bizni millatda qizlar bilan gaplashib yurish yaxshi emas. G'alati. Mhm. A, shunaqa madaniyatdagi farqlar ko'rinadi. Shunda muammolar bo'lishi mumkin. Menda ham bo'lyapti. Ko'p narsalar misol uchun qiz bolalar bilan o'g'il bolalar bemalol gaplashaveradi. A a Har xil. Judayam farqlar ko'p. Yana bitta mana shu yerda savol tug'ildi. Mana shu borganingizda qanaqa cultural shoklarni boshdan o'tkazganman aytdingiz hozir, qiz bilan bola bemalol gaplashishi. Bu normal holat. Yana bundan tashqari qanaqa bizani madaniyatimizga mos kelmagan narsalarni ko'rdingiz? Chunki u yerda turli millat vakillari o'qiydi. Shu haqida bilib Mhm. bo'lishsangiz. Oh, great. So, birinchisi o'g'il bola, qiz bola o'rtasidagi muomala. Ikkinchisi, bilasiz, bizni millatda hech kim alkogol ichmaydi yoki chekmaydi.
Bu yerda juda ham ko'p. Universitet A, ichidami или off campusda deyapsizmi? oh no, universityda mumkin emas umuman. A, Mhm. lekin off campus yes, juda ham ko'p. Ba'zi ko'chalardan hidi ham kelib turadi hatto. Juda ham yoqimsiz. Yana nima desak bo'larkan? Ha, kattalar bilan bularni muomalasi jicha boshqacharoq. Bizda kattalarga misol uchun absolyut hurmat bo'ladi. Bularda, misol do'stiga o'xshab gaplashib ketishaveradi. "Hey jon" deb ketaveradi opoqisiga ham bular. Mhm. Shunisi ham jicha g'alatiroq. Mm. Yes. So, yeah. Bularda bizda public transport juda ham yaxshi-yu. Mhm. Bularda public transport umuman yo'q. Ya'ni misol uchun Ya'ni bizda metro yaxshi, misol sizlarda qanaqa? yes, metro is good only in metropolitan cities. Ya'ni katta shaharlarda yaxshi, bizga o'xshagan Evansville'larda yo'q. O'zingizni mashinangiz bo'lishi kerak. So, Demak, mashina rent olib, kelasiz shunaqa? yeah, yeah. You either rent a car, ya'ni ijaraga olasiz yoki sotib olasiz. O'zi 90% amerikaliklarda o'zini mashinasi bor aslida. Mm. Mhm. So, bu ham bitta shok. Ko'chaga chiqsanglar mashina ko'p bo'ladi doim. So, Xo'sh, universitetda boshlaganingizdan beri o'zingizni akademik yoki darsdan tashqari mashg'ulotlardagi qanaqa yutuqqa erishgan bo'lsangiz, shularni bo'lishib bersangiz. oh, great. Great, great. So, birinchi marta kelganimda sekin atrofda o'rgandim. Bu yerdagi o'rtoqlarimni o'rgandim. A, birga har xil narsalar sinab ko'rdik. Misol uchun, a, stol tennis o'ynadik, shaxmat o'ynadik, a, yana nima qildik? Futbol o'ynadik. Qarashsa, hamma narsada men yaxshi o'ynayapman, yutyapman, g'alati bo'lishyapti bular. Keyin 1-2 marta yutishni ham qo'yib beryapman. Chunki har safar yutaversangiz ham yoqmaydi. Siz do'st orttirishingiz kerak. So, shunaqa bo'ldi. Keyin bularga madaniyatini yaxshilab tushuntirib qo'ydim. O'rtamizdagi misol uchun nuqtani, ular o'tolmaydigan chegarani ko'rsatib qo'ydim ularga. Shundan keyin meni hurmat qilishni boshlashdi bular. Va shunaqangi darajaga ham keldiki, ko'pchiligi meni guruhda lideri deb yuribdi. Juda ham kulgili. Katta bolalar sizdan bir 2 metr bolalar guruhimizni liderisan desa g'alati bo'larkan. But Mhm. shunaqa bo'ldi. Aha. Hop. Mana shu Flex dasturiga hujjat topshirishni rejalashtirgan hamyurtlarimizga qanaqa maslahat berasiz? Flexga topshirmoqchi bo'lganmi? Dal shunaqa. Yoshinglar to'g'ri kelsa, sinfinglar to'g'ri kelsa topshiringlar. Chunki mana shu gapimni yaxshilab eslab olinglar. Agar bir oyatga yozib olmoqchi bo'lsanglar, mayli yozib olinglar. 20 sekund vaqt beraman. Unda tutamiz. Aha. Okay. So, ikkita yo'l bor. If you try, you have to pass. Agar harakat qilsanglar, ikkita yo'lak turadi oldinglarda. Fail yoki succeed. 50-50. Yo yutasiz yoki kuzasiz. Harakat qilsangiz. But if you don't try, harakat qilmasanglar, bitta yo'lak bo'ladi xolos, u fail. Harakat qilmasanglar hech qachon erisha olmaysizlar. Shuning uchun harakat qilib ko'ravergan yaxshi. Balki bo'p qolar deb. And ingliz tilinglarni oshiringlar. Ingliz tilining ustida ishlanglar. Agar hali
Boshlamagan bo'lsanglar boshlanglar. Bo'lmasam bo'lmasam yanayam ustida ishlasanglar yaxshi. A, Xo'sh. Flex haqida yana ko'proq ma'lumot yig'inglar iloji boricha. I keyin shug'ullaninglar sherik bilan, misol uchun, u ham yaxshi variant. Va o'zingizlarda shaxsiy qobiliyatinglarda ham ustida ishlanglar. Muammolanglar, chiqishib ketish qobiliyatinglar va boshqalar. Yaxshi javob bo'ldi. Xo'sh, endi keyingi savol mana shu AQShda bachelor's degree topshirmoqchi bo'lgan studentlarga nima maslahat berasiz? I mean, All right. college education. Aha. 1 second, please. Kechirasiz, savolingizni bir marta qaytarib yubora olasizmi? Xo'sh, endi mana shu universitetlardagi bachelor's degree topshirmoqchi bo'lgan studentlarga nima maslahatlar berasiz? Tipslar. Qanaqa degree? Bachelor's degree. I see. I see. Bachelor's degree. Bachelor's degree. Akademik yutuqlaringlarga ortiqcha e'tibor berib olmanglar. Misol uchun, IELTS'lar 6,5 bo'lsa, o'ylanmanglar. Yoki SAT'lar 1300 bo'lsa, o'ylanmanglar ortiqcha. Ko'proq ekstrakurrikularga ishlanglar, chunki bilaman O'zbekistonda bizda bu kamyob narsa. Bachelors'ga kirmoqchi bo'lsanglar, shu eng muhim narsalar GPA, extracurricular va yozadigan essaylar. Chunki hammada misol uchun borda IELTS, hammada SAT borda. Universitetlar необычный odamlarni qidiradi, ya'ni qolganlarga o'xshamaydi. Boshqacha. So, there you go. So, mana shu personal statementlarda yozishda qanaqa maslahatlar berasiz? Misol uchun ko'pchilik har xil xatolar qilib qo'yadi. Mana shu asosiy xatolarni eslatib o'tsak, keyin mana shu qanaqa narsa qilsa yaxshiroq bo'ladi? Essaylarmi? Personal statementlar. All right. Odamlar qilishi mumkin bo'lgan bitta xato bitta katta xato boshida hamma ma'lumotni aytib qo'yadi. Ya'ni boshlaydi-yu tugatib qo'yadi hikoyani. Siz agar boshlab tugatib qo'ysangiz, shunaqa bo'ldi desangiz, men o'qigim kelmay qoladi-da to'g'risi, inshaalloh. Chunki men уже bilib oldimda nima bo'lishini. Shuning uchun uni o'rniga boshida, misol uchun, qiziqtiradigan gap bilan boshlash kerak. Qanaqangi gap bilan boshlash kerakki, o'qiyotgan odam, bundan keyin nima bo'ptikan deb o'ylanishi kerak. Shu bitta xatolardan bittasi grammatika umuman bu yerda muammo bo'lishi kerak emas. Chunki onlayn ishlatsa bo'ladigan judayam ko'p platformalar bor grammatikani to'g'rilagani. Ulardan bittasi Grammarly bo'ladi. Bilmasanglar yaxshilab tanishib olinglar. Grammarly. Va odamlar o'zini maqtab yoradi ortiqcha. Ya'ni judayam maqtab yoradi. Bu yaxshi emas. Ya'ni humble bo'lish kerak biroz. Yes. Be humble. Say the truth. Ya'ni mayli ayting, lekin shunaqangi aytingki, odamga yoqsin va qiziqsin. It's not about what you want to say. Nima aytmoqchiligingizdan ko'ra, qanday aytmoqchiligingiz muhimroq doim.
gapingizni eshitmay qoldim. Qaytara olasizmi? Albatta. Nima aytish muhimmas, qanday aytish muhimroq doim. Ha, Mhm. hop, mana shu Flash dasturidagi tajribangiz yoki Evansville o'qish paytingizdan tashqari yana nimadir experience bo'lsa, shu gapirib bersangiz, bundan tashqari. Right. Evansville and Flexdan tashqari teaching experience'im bo'lgan. English Life o'quv markazida dars berganman o'qituvchi sifatida 6 oy. General English levellarda o'qitganman. Elementary'dan intermediategacha o'qitganman. Hozirda ham o'quvchilarim o'qishyapti. IELTS darajaga yetib kelishdi inshaalloh. So, undan tashqari tarjimon sifatida ham ishlaganman. Hindistonlik shifokorlarga tarjimon sifatida ishlaganman. 3-4 marta kelishgan. Shu paytlarda ular bilan birga ishlaganman. Ya'ni ekstrakurikulyarlar ustida ishlaganman shu orqali va yaxshi tajriba bo'lgan. Ko'p narsalar o'rganganman. Shuning uchun agar imkoniyat ko'rsanglar doim harakat qilib ko'rish kerak deb o'ylayman. Mhm. Rahmat Qudratullo. Endi mana shu obunachilar savollariga o'tamiz. Hozir kim qo'lni ko'tarsa, shu galma-galdan mikrofonni yoqib turib, savollarga javob berasiz. Mhm. Alisher anchadan beri qo'lini ko'tarib charchab ketdi shekilli. Alisherga beraylik. Bo'ldi, hozir yoqamiz. Hop, Alisher yoqildi. Assalomu alaykum hammaga. Hammaga xayrli kech. Assalomu alaykum. Xo'p, hozirgi so'rovchi savollarim unchalik general emas, spesifik bo'ladi-da. Ya'ni avgust boshlangandan keyin Flex ko'payib ketdi. Flexga topshiruvchilar ko'payib ketdi. Va hozir kechami, bugunmi UWC ochildi. Unga ko'plab chatlar bo'lyapti. Ko'plab chatlarda aytilayotgan ma'lumotlar spesifik emasda, general. Ya'ni biz veb-saytlardan yoki kanallardan topib olsak bo'ladi-da. Birinchi Flex boshlagan paytimda mana shu Qudratulla akani anosini Telegram kanalini ko'rdim va o'sha payt ko'rgan paytda haqqi xazina edi o'sha paytda. Chunki o'rganishim kerak bo'lgan narsalar ko'p edi. O'rgangan sari savollar paydo bo'lib boraver ekan. 1-2 marta savol so'radim, beminnat javob berdi. Rahmat, kattakon. Xo'p, savolim birinchi bosqichda siz o'sha paytda birinchi eshitgan paytingizda Flex'ni qanaqa darajada bo'lganligingizni bilardingiz va boshqa skilllar bo'yicha ham kirishib ketish social skilllaringiz bo'yicha ham o'ziz bilgan darajangizda va o'sha Flex'ni birinchi marta eshitgan paytingizda necha foiz ishongansiz o'sha yoqqa kirishga, ya'ni Flex finalist bo'lishga? Wow, ajoyib savol. Bu savol meni ham rosa qiynagan. O'z aytganimdek ma'lumotim ko'p bo'lmagan Flex haqida, shuning uchun ortiqcha xavotir olmaganman. Lekin doim duo qilib, doim u haqda o'ylab, kutish jarayonida 3-chi bosqichdan keyin siqilib ham qolganman. Nimaga menga telefon qilishmayapti? Nimaga men bilan aloqaga chiqishmayapti? Nima bo'ldiykin deb rosa o'ylanganman. Yo'q, keyin oz vaqtdan keyin o'zimga o'zim aytganman. Siqilishni foydasi yo'q. Bo'lgan ish bo'ldi. Endi qo'limizdan keladigan narsa duo qilish va kutish. Va xuddi shuni qilganman. O'zimga ishonchimga kelsak, taxminan bir 60% o'tishimga ishonganman shekilli. Chunki hamma bosqichni qunt bilan qiluvdim. Jarayon
haqida o'ylanmaganman, natija haqida o'ylanganman-da men shuning uchun. Jarayonda yaxshi qilganman. Shuning uchun trust the process, you know? Katta rahmat. Keyingi savolim, o'rtasida biz essay tayyorlanamiz yoki intervyu yoki IELTS testlarga aytiladi chatlarda, boshqa joylarda. Lekin o'rtalarida boshqacha proseslar ham bor ekanda. Ya'ni shifokorlardan o'tish jarayonlari yoki boshqa xos familyga xat jo'natishlar yoki birinchi bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tgan paytdagi jarayonlar, o'shalarda spesifroq kirsak degandim. Albatta zo'r ma'lumot topibsiz. Alisher, qoyil rahmat. Katta rahmat. Albatta. Siz aytayotgan ma'lumotlar 3-bosqich onlayn veb-saytda mavjud. Siz aytayotganlaringiz bular hujjatlar siz to'ldirishingiz kerak bo'lgan. Misol uchun, sizni meditskiy tarixingiz, qanaqangi, misol uchun vaksinalar olgansiz, qanaqangi kasalliklar bo'lgansiz, shular varaqasi va ikkinchisi misol uchun maktabingizdagi baholar, uchinchisi qanaqadir narsaga rozilik, to'rtinchisi ota-onangiz roziligi mabodo flexdan o'tsangiz. Bu hujjatlarning hammasi variantlari sizga ta'minlab beriladi, ya'ni o'zingizdan o'zingiz qilmaysiz. Tabellangiz rasmini tashlang deyishmaydi. Alohida varaqa berishadi tayyorlab va host family letter ham yozasiz. Lekin bu host family letter siz o'tishingizga, flexdan o'tishingizga umuman ta'siri yo'q. Bu prosta flexdan finalist bo'lsangiz, shu oilangiz o'qiydi. Shunga qarab sizni misol uchun tanlab oladi. Misol uchun Alisher futbol o'ynashni yaxshi ko'rsa, rasm chizishni yaxshi ko'rsa va bo'sh vaqtida deylik tashqarida mashg'ulotlar qilishni yaxshi ko'rsa, men amerikalik bo'lsam va men oilam ham deylik tashqarida ovqat pishirishni yaxshi ko'rsa, yo shara bo'lsa uyimiz oldida rasmini chizishni yaxshi ko'rsa, Alisher bilan bir xil narsaga qiziqar ekanmiz. Demak, Alisherni men host studentim sifatida olsam yaxshi variant bo'ladi. Shuning uchun kerak. Oxirgi savol. Masalan, essay boshladik. Essay qanaqa mavzu tushgan bo'lsa, o'shani boshlash eng asosiy narsada. Agar eslay olsangiz, ozgina bo'lsa ham ma'lumot bera olasizmi? Masalan, boshlaganingiz haqida. Qanaqa savol tushdi-yu, qanaqa boshlaganingiz? Yes, of course. Hali ham bo'lishi kerak menda yozgan essaylarim. Hozir 1 daqiqa, qani ko'ramiz. So, men introductionlarimni doim bitta umumiy gap bilan boshlardim. Misol uchun bu yerda bo'layotgan savolimiz everyone experiences lessons in life. Hamma hayoti davomida har xil darslar oladi, to'g'rimi? Describe an experience that taught you something that will help you while you are in the United States on this program. How will this experience help you? Ya'ni shunaqangi hayotingizda bo'lgan bitta tajribani aytingki, Amerikada bu programmadan kelganingizda sizga yordam bo'ladi. Bu tajriba qanday sizga yordam bo'ladi degan savol. Men aytibman, life gives everyone some hardships and also an opportunity to realize what they learned from that action. Hayot hammaga qiyinchiliklar beradi va bilan keladi imkoniyat ulardan o'rganish, har xil narsalar o'rganishga imkoniyat. Ya'ni bitta umumiy gap aytayapman-da. Keyin I have convinced that I have undertaken enough experience till this. Komil shu paytgacha yetarlicha tajribaga bo'lgan. Tushunasizlarmi? Umuman va endi
tushunib qoldim. Judayam ko'p grammatika xato qilgan ekanman. So, ana sizlarga. Katta rahmat. O'zgarim? Albatta, rahmat Alisher savollar uchun judayam zo'r savollar bo'pti. Qo'shilaman men ham. Katta rahmat. Arzimaydi. Kommentariyada bir kishi yozibdi. Bizani tabelimizdagi baholar finalist bo'lishga ta'sir qiladimi, yo'qmi deb. Ta'sir qiladi. 300 ko'p bo'lmasa yaxshi edi. Yomon ta'sir qiladi u. Lekin to'rtlar bo'lsa yo'q, muammo emas u. Qolgan Hop, qolgan ma'lumotlar muhim emas. keyin bir odam qo'lini ko'tarayotgan ekan, hozir ruxsat beramiz. Xo'sh, gapishingiz mumkin. Assalomu alaykum. O'sha flexga achievementlar qanchalik rol o'ynaydi? Masalan, man taekvondo sportdan Osiyo chempioni bo'lganman. Shu qanchalik rol o'ynaydi mana shunaqa achievementlar? Yaxshi rol o'ynaydi. Faqat qachon deylik, siz faqat taekvondo emas, matematikadan olimpiadaga ham chiqqan bo'lsangiz, birinchi o'rinni olgan bo'lsangiz va yana bitta odam bo'lsa, xuddi shunaqa matematikadan olimpiadadan birinchi o'rinni olgan, siz ustunroq bo'lasiz, chunki sizni qo'lingizda endi taekvondo ham bor. Lekin yana bir marta aytganimdek, bizni flexda yutuq yoki bilimdan ko'ra bizga personality, ya'ni shaxsiyat muhimroq. Ya'ni aytdim-ku, bilimli bo'lsangiz, lekin yaxshi ishlolmasangiz qolganlar bilan uni foydasi yo'q. Lekin albatta taekvondodan yutganingiz foyda beradi. Keyin yana bitta savolim bor edi. Yaqinda bitta shu insho temasiga ko'zim tushib qoldi. Describe something that when you don't feel like belong deganda. When you didn't feel like belong. O'shanda host familyga masalan asosiy maqsadi host familyga urg'u beryaptimi? Agar o'shda o'zingni yaxshi his qilmasang nima qilasan shuni bilmoqchiman yoki friendship do'stlar zonasini aytyaptimi? Qanaqa chiqib ketishi tushunolmadim. Ikkala variantdan bittasi. Siz Aha. Xo'sh. Shunaqa, siz o'zingizni noqulay his qilganingizda qanaqa harakat Amerika To'xtab qoldi. Eshitilyaptimi hammaga? Menga eshitilmayapti. Menga ham eshitilmayapti. Hozir kutamiz. Manimcha internet bo'yicha problema chiqib qoldi. Hozir. 1 minute please. Kechirasizlar, men uzilib qoldim. Ovozim eshitilyaptimi? Hozir eshitilyapti. Aha, rahmat. Ha, shunaqa. Bitta o'zingiz qolganingizda g'alati holatlarda qanaqa his qilasiz? Chekkaga surilib bekim olasizmi yo harakat qilmaysizmi yo uyatmasdan harakat qilib ko'rasizmi? Shuni bilmoqchi ular. So, Keyin yana bitta savol. Masalan, har xil ha, eshitilyapti bemalol. har xil kodlar ishlatilayotgan paytingizda o'sha avtorlarni aniq yozish shartmi? Masalan, ba'zi paytlarda avtorlar esimdan chiqib qoladida, shuni sal o'zgartirib ketsam bo'ladimi avtorlarni? Aniq tekshirib o'tirmaydimi o'sha ekzamenerlar?
Yo'q, tekshirmaydi. A, high school high school darajasidagi odamlar unaqa narsalarga e'tibor bermaydi. A, lekin agar qila olsangiz qiling, bo'lmasam shart emas. Agar qilmoqchi bo'lsangiz, bilmasangiz mana Otabek uka aloqaga chiqing yana bir marta. Otabek orqali, yordam beramiz billa sizga xohlasangiz. Xo'p, rahmat. Albatta, you're welcome. Xo'sh, keyingi savol Flexga issei yozganda hangi strukturdan foydlandingiz? Introduction, body, conclusion. That's it. That's it. And introduction ikkita gap. Body. Body endi bitta body yozadigan bo'lsanglar, bir 10 tacha gap bo'lishi kerak. 7 tadan 10 tagacha gap va conclusion ikkita gap. Ustida ishlanglar. Chalama-chakki bo'lmasin, tog'dan-bog'dan kelmasin. Davomiylik bo'lsin essayda. Qolganlarga ham ko'rsatinglar, ko'rsin, fikrini olinglar va shunga qarab o'zgartiringlar. Rahmat. Xo'sh, oxirgi o'qigan yilimizda baholarni ko'rishadimi? Yes, hamma baholarni ko'rishadi. 2 yillar, 3 yillar bo'lmasa, bo'pti deb o'tkazib yuborishaveradi shu. Xo'sh, yana keyingi savol. Assalomu alaykum. Flexga ariza topshirayotganda qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Birinchi bosqichga ariza topshirayotganda pasportingiz yoki tug'ilganlik haqida guvohnoma va 3-4 rasm. Bo'ldi. Hop, yana bir odam yozibdi. Personal question. Asomidin akani qarindoshimisiz birov? Asomiddin o'zi yozyapti shekilli buni. Yes, Asomiddin men qarindoshim bo'ladi. Aha. Yes. Unda hozir yana ikkita kishi yozyapti. Kutamiz. We are jigars. You know what I mean? Pardon? Yaqinmiz deyman. Ha. Yeah. Xo'sh, assalomu alaykum. Masalan, situatsiyani deskrib qilish kerak bo'lsa, spesifik tasvirlash kerakmi yoki ko'proq undan olgan tajribani yozish kerakmi? Nice question. Tasvirlash kerak, o'ta detallarga kirib ketmaslik kerak lekin. Chunki bu yerda tajribadan ko'ra nimalar o'rganganingiz muhimroq. Shuning uchun tajriba degan tarafni olsak yaxshi. Bu yerda uni ham osirib toshirib yubormang. Misol uchun bitta anaqa bo'lib ketgandan keyin, "Wow, endi men eng zo'riman" yoki "Men endi hech qachon uyalmayman" devorsangiz, u ortiqcha bo'lib ketadi u. Bittada hech kim zo'rib qolmagan, yo bittada hech kim chiqishuvchan bo'lib ketib qolmagan. U asta-sekin bo'ladi, bu protsess. Shuni chiroyli qilib tushuntirishingiz kerak. Lekin judayam zo'r savol bo'pti. Rahmat savolni egasiga. Umida. Mana boshlaman. Xo'sh, yana ikkita odam yozyapti.
Rahmat javob uchun. Hukka qanaqadir kvot yozsak bo'ladimi qisqacha? Yes, of course. Manimcha yaxshilasam kerak bu narsa. Mhm. I agree with you. Xo'sh, keyingi savol, esseylarni qanday qilib qiziq yozsa bo'ladi? Reader o'qishda davom etishi uchun huklardan tashqari. Davomiylik bo'lishi kerak. Ya'ni uyga o'xshab qurilgan bo'lishi kerak-da. Uyda uyda уже qurilib bo'lib yashashiga qiziqasiz-u. Shuning uchun fundamentdan boshlab tepaga qurib chiqasiz. Qiziqasiz, qachon qachon tugar ekan. Shunga o'xshab strukturali bo'lishi kerak-da. Oxiriga kulminatsion, oxirida nima bo'larkin? Misol uchun, bitta qiyinchilik bo'ldi desak. Misol, shunaqa bo'ldi, shunaqa bo'ldi. Voy, qani o'qiychi, nima bo'ptikan? Yiqilibdimi yo tika turibdimi? A, yengilibdimi yo yo'q, meni qo'limdan keladi deb harakat qilibdimi? Deydi. Qachon strukturali bo'lsa, ya'ni ketma-ketlikda bo'lsa. So, hook ham juda ham muhim, yes. Xo'sh, sizga bir odam yozibdi. Javob uchun rahmat. Agar shu Flex finalistda bo'lsam, siz sababchi bo'lasiz. Chunki siz kanalingizdan bilganman shunaqa programma borligini. Rostdan ham sizga kattakon rahmat, chunki o'zi Flex program bo'yicha kanallar kam, deyarli sanoqli. Ko'p informatsiya berib turibsiz. Shu bilan rahmat aytyaptim, men ham qo'shilib rahmat aytaman. Xo'sh, bir writing skillim unchalik kuchli emas. Inshon o'zbek tilida yozib, keyin uni Google Translate'dan tarjima qilgani yaxshimi? Google Translate'dan tarjima qilsangiz bilib qolishadi baribir. Tabiiy chiqmaydi. Shuning uchun there you go. Otabek ham men bilan bir xil fikrda ekan. O'zingiz yozing. 10 kun vaqtingiz bo'ladi. Sekin kuniga bir 3 soatdan ajratsangiz 10 kun zo'r bitta essay tayyorlab qo'yasiz. Keyin bir gapni qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Misol uchun, bitta so'zda 7 xil ma'nosi bor deb aytishadi. Bizada shunaqa, misol uchun bittagina frazani 7 xil so'zda ishlatish mumkin, lekin Google Translate buni aniq bilmaydi. Ya'ni direct translation berib yuboradi. Misol uchun, bunaqa so'zlar bor. Cool bor, misol uchun ajoyib deymiz ingliz tilida, lekin ingliz tilida salqin degan ma'nosi bor. Buni direct translation shunaqa. Odam misol uchun this cool desa, Google Translate bu salqin deb chiqaradi. Bu ajoyibning o'rniga. Shunga o'xshagan minor ошибкалар bo'lib qoladi. Ma'nosini juda ham o'zgartirib yuboradi. Ya'ni siz boshqa ma'no yozayotgan taqdiringizda uni ma'nosini juda o'zgartirib, noto'g'ri effekt berib qolishi mumkin. Xo'p, Ajoyib explanation bo'ldi. Rahmat. 3-chi turda nimalar bo'lishi haqida info bersinlar. Uchinchi turda insho yoziladi. 3 ta insho 60 daqiqada offline bo'ladi bu. Bir joyga borib topshiriladi. Undan tashqari intervyu bo'ladi. Offline intervyu. O'zingiz haqingizda savollar bo'ladi. Undan tashqari LTIS degan test bor. Reading listening test. Bu ham yechiladi offline. Undan tashqari website to'ldiriladi online. Har xil hujjatlar topshiriladi va host family letter yoziladi. O'sha bo'lishi mumkin bo'lgan host oilaga xat yoziladi. Xo'sh. Shular? Xo'sh, team game haqida ma'lumot bera olasiz? Team game. Yes.
A, team game deb nimani nazarda tutyapti bu inson bilmadim. Ozgina team game nimaligi haqida tushuncha bersangiz yaxshi bo'lardi. Teamwork demoqchimisiz? Oh, team game. Bu offline bo'ladigan narsa, adashmasam. Biz Flexga topshirgan yili onlayn bo'lganda, Covid'da deb hamma narsa. Endi mana sizlarga yaxshi bo'lib qoldi. Offline bo'ladi ko'pchilik narsalar. So, 3-bosqichda odamlar ko'rishib team game o'ynashar ekan, o'yin o'ynashar ekan. Bosqichlardan keyin bitta biladigan bola bor edi, shu haqida chiqib ketib qoldi. Chatdan. Yo'q, bu prosta qiziq bitta activity. Qolgan sizga o'xshagan semi finalistlar bilan o'yin o'ynaysiz. Qiziq bo'ladi. Keyingi savol sizga spesifik yo'llangan ekan, o'zingiz o'qib. Mhm. Qaysi savol? Oxirgisi Muhammad Rizo yozganlar. Aha. Aha. Aytgancha tepada qolib ketibdi bir dona savol. Ha, uzr. Essay formal yoki informal bo'lishi kerakmi? Original veb-saytda yozilmagan ekan, qaysi formada bo'lishi? Yaxshi savol. Mhm. Formal. Yozsangiz zo'r bo'ladi. Formal yaxshiroq. That's it. Mhm. Keyingi Muhammad Rizo yozganlar sizga. Men bu programma borligini bilganimda men to'g'ri kelmay qolganman ekan, ya'ni katta bo'lib qolgan ekanman, lekin o'quvchim bor, rosa tirishqoq, shu essaylar yozdi. Uni tekshirdim, qo'limdan kelgancha iloj bo'lsa sizlar ham tekshirib bera olasizlarmi? Zero flex armonim qolmasin. Endi javob sizga bog'liq. Muhammad Rizo bilan уже yaqin bo'lib ketdik. Albatta Muhammad Rizo, menga yozing. Menga aloqaga chiqing. Birga ishlaymiz. Juda ajoyib savol qildingiz. Mhm. Xo'p, men yosh kriteriyasiga to'g'ri kelaman, lekin maktabga 6 yoshdan borganman va hozir 11-sinfda o'qiyman. Bu muammo bo'lmaydimi? 11-sinfga o'tgan bo'lsangiz muammo bo'ladi. Yoshingiz to'g'ri kelsa-yu, sinfingiz to'gri kelmasa ham qatnasha olmaysiz. Agar hozir 11-sinfda o'qiyotgan bo'lsangiz, afsuski topshira olmaysiz. Bu degani tamom degani emas. Demak, endi siz universitetga harakat qilishingiz kerak ekan degani yoki siz tengi qarindoshlaringiz bo'lsa yoki aka, uka yoki singlingiz bo'lsa, ular topshirsa ham bo'ladi. Hop, yana yozyaptilar. Aha. Lekin уже topshirdim va ikkinchi bosqichdan ham o'tdim. Hech narsa bo'lmaydimi? Qanday qilib siz topshirdingiz, shunda men tushuna olmayapman. Birinchi bosqichda yoshingizni
yoshingizni, sinfingizni so'raganda, lekin qo'ymasligi kerak edi sizni. Ha, qiziq, qiziq. Sistemni achishga bo'lishi mumkinmi yoki To'g'ri, imkoni to'g'ri bormi? aytasiz. Bo'lishi mumkin, lekin qanday xato qilish mumkin? Lekin baribir agar 11-sinf bo'lsangiz, qachondir email yozib diskvalifikatsiya qilishadi baribir. Afsuski. Endi qilishmasa oxirigacha borib, oxirida finalist bo'lib ketsangiz, endi bu miracle, you know. Lekin yo'q, unaqa bo'lmaydi. Afsuski. Hmm. Hop, O'zbekiston bo'ylab nechta o'quvchi topshiradi va nechta o'quvchi finalist bo'ladi? Oh. Sizlarni Bu manimcha shashtilar. specific number yo'q manimcha. Aha. To'g'ri aytasiz. To'g'ri Chunki har aytasiz. yili qizuvchilarni nima soni oshib boradi. Har yili ko'p Mhm. o'quvchi mana shu narsa qiziqib boryapti. Endi misol uchun O'zbekistonda bu program bo'yicha talab ortyapti. Manimcha shu number har yili o'zgarib boradi, lekin qabul qilishi bo'lsa finalist manimcha 60 ta deysiz, adashmasam. Ha. Manimcha javob berildi. Yeah. Shashtilarni tushirmoqchi emasman raqamini aytib. Chunki qo'rqinchli raqamlar ko'payib boryapti borgan sari. Xo'sh, Amerikada qanaqa volontyorlik ishlari bor? Bizga esa shunaqaroq tushsa, bizning qiziqishlarimiz Amerikada volontyorlik bilan bir xil kelsin deyapman-da. Awesome. Qanaqa volontyorliklar bor? Xo'sh, qariyalarga yordam berish. Misol uchun chiqindilarni tozalash, uysizlarga ovqat berish, kam ta'minlanganlarga yordam berish, yoki misol uchun moddiy taraflama volontyorlik qila olmasangiz, deylik, nimanidir bilsangiz, odamlarni yig'ib ularga prezentatsiya qilib berish. Ya'ni bitta nima bo'ladi, uchrashuv qilib, bor bilimlaringizni berish. Misol uchun men O'zbekistonda ham ishlayotgan o'quv markazimda 2-3 marta prezentatsiya qildimda. Bular ham volontyoring sifatida qabul qilinadi. Volontyorlik degani o'zi bo'sh vaqtingizni ajratib, tekinga qolganlarga foyda keltiradigan ish qilish degani. Misol Telegramdan kanal ochishim ham qaysidir ma'noda volontyorlik. Lekin shu ikki xil bor, moddiy taraflama yoki bilim taraflama volontyorlik qilsa bo'ladi. Hop, keyin yana kimgadir savol bo'lishi mumkin. Qanaqa volontyor bo'lsam bo'ladi? O'zbekistonda qanaqadir spesifik organizatsiyalar bormi degan savolga kanalda teparoqda shu haqida post chiqarilgan. Top 3 ta volontyorlik organizatsiyasi haqida. Aynan shularning o'zida ikkilasida men ishlab ko'rganman. Sizlarga ham tavsiya beraman, o'sha yerda batafsil ma'lumot berilgan. Agar kimdir volontyor bo'lib portfoliyosini kuchaytirmoqchi bo'lsa. Xo'sh, keyingi savol. Qanday skilllaringiz finalist bo'lishingizga yordam bergan? Qanday skilllar? O'zimga ishonch birinchisi. Ikkinchisi, nima desam bo'larkan buni? Men maktabda yotoqxonada turganman-da, oilamdan uzoqda. Shuning uchun o'zimda ozodlik bo'lgan. So, bitta o'zim qolsam yashab keta olmayman. Shu ikkinchi yutug'im. Uchinchi yutug'im, do'st orttira olmayman tez. Shu qobiliyatlarim bor. And yes, I agree, it's a W question. Xo'sh, keyingi savol. Nima qilishni bilmay qolgan vaqtingizda bu yo'ldan qanday chiqib ketgansiz degan topikka qanday joy berishni tavsiya berasiz?
bunaqa holatda sizni sizni o'zingizga ishonchingiz bormi, yo'qmi, bular bilishmoqchi-da. Nima qilganingizga qiziqishmayapti bular. Qanday qilganingizga qiziqishyapti. Zo'r agar shu essay savol sizga tushgan bo'lsa, judayam omadli ekansiz. Chunki bu savolga qanday javob berishingiz sizni raunddan o'tishingiz yo o'tmasligingiz hal qilib qo'yishi mumkin. Misol uchun men bu savolga qanday javob bergan bo'lardim? To'g'risini aytaman, nima qilishni bilmadim. Lekin miyamda shunaqangi bitta fikr bor ediki, men unga judayam ishondim va boshqa hech nima haqida o'ylanmadim. Shu qarorim bilan oldiga qadam tashladim. Shu qarorimni misol amalga oshirishga harakat qildim faqat. O'zimni o'zim hech qachon so'roq savol qilmadim, o'ylanmadim. Men faqat oldiga qarab harakat qildim deb javob bersangiz bo'ladi. Bu yerda natija qiziq emas bizga. Bizga nima qanday qilganingiz muhimroq. Endi bu shu orqali sizni qanaqa kvalitetga egaligingizdan bilib oladi. Mana misol uchun hozir aytganingizda, misol uchun o'qiyotgan odam biladi self belief unda bor ekan va misol uchun dedicated student bo'ladi. Ya'ni bu bironta maqsad qo'ysa, qaytmas ekan degan qualitiesni anglab oladi. Mana shu qualitiesni yoritib berishingiz kerak. Menimcha to'g'ri gap. Yes, of course. Of course. Xo'p, Alisher yozibdilar, kimnidir taniysizmi intervyudan o'zbek tilida gapirib finalist bo'lgan. Yeah, interesting question. Interesting question. Menimcha bizda yildan bitta yo ikkita odam bor edi shekilli. Ular haligi mix gapiruvdi, o'zbekcha, inglizcha. So, baribir inglizcha gapirgan yaxshiroq iloji bo'lsa. So, lekin yo'q. O'zbekcha gapirsa ham bo'ladi. Lekin noodatiy-da. Bu haqda tajribam ko'p emas, shuning uchun aynan bitta narsani ayta olmayman. Xo'sh, 3-bosqichda maktabda hujjatlar talab qilinadimi? Yes, maktab baholaringizni to'ldirib berasiz. Ya'ni misol haftada necha kun dars bor. Bu oxirgi chorakda necha oldingiz bu fandan. Keyin oxirida shu hujjat to'ldirib bo'lsangiz, borib direktoringizga qo'l qo'ydirib, pechat bostirib olsangiz, jo'natasiz bo'ldi. Taxminan ketsa direktoringiz vaqtiga qarab 1 kun yoki 2 kun ketadi xolos. So, Yaxshi javob. Yana bir yozishyapti. Agar kimdir typing qilmayman desa, shu qo'l ko'taruv belgisi bor, o'shani bossanglar, o'shanda mikrofonni yoqib aniqlamiz. Typingni ko'p vaqt ketmaydi shunda. iloji bo'lsa, lekin 5 daqiqa ichida chatni tugatsak, chunki meni bir joyga chaqirishyapti. Iloji bo'lsa. Hop. Uzun savollar menimcha deyarli qolmadi. Deyarli barchasi javob berib bo'ldingiz. Hop. Yes, Alisher, qo'shilaman, juda ham rahmat. Shunaqa vaqt ajratib gapirganlariga. Sizlarga ham rahmat. 1,5 soat zerikmasdan eshitib o'tirganinglarga. Menimcha hammanglarning listeninglar 9 bo'lsa kerak. Xo'sh, menimcha savollar qolmadi. Kimda ham savol bo'lsa, 1 minut kutib turamiz. Undan keyin chatni yakunlaymiz. Sizlarga ham katta rahmat chatda eshitib o'tirganinglar uchun. Yana bir marta.
Savol yozishdi, o'zini shu strong candidate qilgan bitta skill haqida. Bitta Strong only. candidate. Men hech qachon o'zimni so'roq savol qilmayman qiladigan ishimni. Faqat oldiga qarayman. Qanaqa ish bo'lsa ham. Xo'sh, keyingi savol. Mani o'qituvchim esseda oddiy so'zlardan foydalan, murakkab so'zlardan foydalanishingni tavsiya bermayman dedilar. Bu qanchalik to'g'ri? O'qituvchingiz to'g'ri aytayapti-kan. Murakkab so'zlar aytdimmi Flexda bizga bilimdan ko'ra sizni shaxsiyatingiz muhimroq. Qanaqa odamligingiz muhimroq. Menimcha unaqa katta yutuqlarim yo'q edi. Don't go brother. So, murakkab so'zlardan ko'ra oddiy so'zlar muhim. Chiroyli struktura bilan tashkil qilsangiz, that is better than being than acting clever, you know. Xo'sh, ancha savollar olmadi. Xo'sh. Qudratullo, yana bir marta katta rahmat. Mana shunaqa bilimlar ulashishdan charchamagingiz uchun, vebinar rozi bo'lganingiz uchun. Yana umid qilamanki, bunaqa proyektlarni, vebinarlarni davom ettirishni, ko'proq manfaat ulashishni. Albatta, albatta. Sizlarga ham hammanglarga juda katta rahmat. Chiqib ketmay turinglar lekin chatdan, chunki bitta e'lonim bor. Hammanglarga katta rahmat qatnashganinglar uchun. Foydali bo'ldi degan umiddaman. Bitta zerikarli bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Buning ustida hali ham ishlayapman. Xudo xolasa keyingi kelajakdagi bo'ladigan chatlarimiz undan ham ajoyib bo'ladi. Va yaqinda yana bitta loyiha ustida ishlayapman. Otabekga ham mana shu fursatdan foydalanib taklif qilaman. Shu loyihaga har xil yutuqlarga erishgan, har xil sohalarda yutuqlarga erishgan odamlarni to'plab bitta super organizatsiya tashkil qilmoqchiman. Что mana shu Edugate'ga o'xshab sizlarga foyda keltira oladi, sizlarga yordam bera oladi har xil sohalarda. Rahmat taklif uchun. Xo'sh, yana kimda mana shunaqa Flex bo'yicha savollaringiz bo'lsa, mana shu Qudratulloning kanallarini tashlab qo'yaman. Ularda join qilib bemalol ma'lumot olsanglar bo'ladi. Yaxshi ma'lumotlar berib o'tadilar. Yana bir rahmat. Sog' bo'lasizlar. Hammanglarga rahmat, xayrli tun. Sizga xayrli obed. Rahmat. Mayli, bo'pti, ura, sog' bo'ling. Thank you. Thanks for attention, guys. Thank you.